Aka qamab olib urmaysiz ish qilib to'xtang. Yaxshi kayfiyat aka. Yana meni qayerga olib keldingiz aka? Ya men sizni yomon joyga olib kelmayman, o'zingiz bilasiz uni. Bo'ldi, bu joyga olib kelavering, faqat odamlarga manfaatli bo'lsin aka. Xo'p, ukam, sizda dili ideya bor. Bor aka menda. Biznes qilaman deyapsiz, lekin sizda joy yo'q. Ha. Sizga men juda bir go'zal joyga joylashgan joyimizni ko'rsatib o'taman. Nima deysiz? Bo'ldi, gap yo'q aka. O'zi miyamda ideyalar asha ko'p. Faqat joy yo'q aka. Ha. Bu sizga men endi hozir qayerga joylashganini, qayerdaligini ko'rsatib o'taman. Ko'rsating aka. Qarang uka, siz Xo'jaobod sentridan Ha. 1 kilometr, uzoq emas, 1 kilometr o'tganingizda Bo'ldi, tanidim men. Eski trikotaj aka. bilasiz ekan. Xo'jaobodman aka. Ha, eski trikotajda oldiga joylashgan joyimiz. Bo'ldi, ko'p gapirmasdan ketdichilikni ko'rsating menga aka. Sizga aytgan joyim shu yer. Rossiya ekan, aka. Men biznesimga to'g'ri kelmaydi bu. Ukajon, bu joy katta, to'g'ri. Sizni miyangizda ideyaga to'g'ri kelmagan bo'lsa, shunaqa katta joy istab yurgan akalarga Ha, to'g'ri bor Xo'jaobodda ko'p bunaqalar. zo'r joyga joylashgan. Akalarga tavsiya qilaman. Akalar, bu joyimiz bo'sh, arizaga beriladi. Xohlagan biznesinglarni qilsanglar, chiroyli qilib yurishga biz yordam beramiz. Yordam beramiz akalar. Instagramini misol uchun portlab beramiz. O'zimiz yuritishga yordam beramiz. To'g'rimi aka? 5 ta